Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noqat kanalının qatnashchilari. Bugungi kunga 4-yanvar 2024 yili biz Noqat rayoniga qarashli Qayroq rayonining Borbosh Juma masjidine keldik. Şol yerde muna oңдолуп жатат ekan. Ular kimler oңдоп жатат, qanday sponsorlar bo'ldi? Şunu ma'lumot olamiz. Biz ketdik. Ular ishlab жатат. Ondan. Geldik. Assalamu alaykum. Hacı aka, жақсысыз? Şolta mescidlerge kelip qoldik. Mana shu mescidga kim sponsor bo'ldi, qancha nima qildi, shuni ma'lumot bersangiz yaxshi bo'ladi. Mana ular ishlatgan. Alloh razı olsun. İşte xotirasilar o'zingizni tanishtirib qo'yib ketavering. Biz mana shu assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana masjidda kichkina rekonstruksiya qilib, boshqadan o'ngdob tuzov ishda yurgizib o'tamiz. Yer o'zi vardı, nemani yer o'zi nima qilib o'tadi. Finanslar der yordam berib o'tadi. Sponsorlar yordam berib o'tadi. So'ntib shu masjidni o'ngdob tuzib yaxshi qilib namozlar yaxshi o'qiy turgan nimaga yetkazib o'tamiz. Yaxshi. Ular ishtirok etgan yaxshi. Yaxshi ekan. Shu ellar yordam o'tadi, sponsorlar bu qay yerdan o'zim odamlar o'cha qachon sponsor bo'lmalar. Chet eldan shundan ma'lumot bersangiz yaxshi bo'ladi. O'z-o'zini baldardan shu namoz o'qib yurgan shu yerni baldardan shu yerni qulunlari bordi. Rossiyadan ham bo'ldi-da. Rossiyadan da bo'lib o'tadi. Yaxshi. Rossiyada baldardan o'z-o'zini baldarda. Duo berib qo'ying shular bor. Alloh taolo qilayotgan ishlariga iyilik bersin. Amin. Allohu akbar. Bo'lsa daha ko'rsatadi inshaalloh. Unda bo'lsa bitsa daha ko'rsatadi. Mana ular ishlatadi. Alloh razı olsun. Tunda o'zlarining mehnati bo'lib жатadi. Assalomu alaykum. İşte devchiz uni qarangizlar. Ular ishlatadi. Assalomu alaykum. Qorvangizlar ustolar. İş bo'ltami? Kamchilik yo'qmi? Yo'q. Maşallah. Bo'ldimi? Bo'ldi. Ustolar ishlatadi ekan. 3 tasi. Bo'ldi. To'xtat, ekran olib qo'yadimi? Ustolar ishlatadi ekan, mana yaxshi. Buning kichkina nimada bu hozir cho'ng'ay tushib, erning yordami bilan shu jamoatning yordami bilan kelib men qilishdi. Xudo xohlasa pishganda davom ko'rsatamiz. Bizdan olsoy, like bosib kommentariy yozib qo'yinglar. Biz hozir Qayroq rayonining Borbosh Juma masjidida turamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar.